Bilasizlar, sizlardan hech qachon hech narsa bekitmayman. Hayotimdagi yangiliklarni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Videoda mani bir kunlik kunimni ko'rishingiz mumkin. Ozuchkada esa yangiliklar haqida gapirib beraman. Bilasizlar, bu mani собственный Dilanora salonim. Bunga qancha mehr berganman, qanchalik o'zimni kasbimni yaxshi ko'raman, bundan xabaringlar bor. Lekin Alloh hammaga har xil kuch, ya'ni har xil energiya berar ekan. Qanchalik o'zimni kasbimni yaxshi ko'rmay, o'zimni yana boshqa narsalarda sinab ko'rgim kelaveradi. Aytishadi, avvalambor niyat deb, mana bu narsaga yana bir marta amin bo'ldim. Menga shunaqangi taklif tushdiki, har kuni tekinga qiladigan ishimni evaziga pul to'lashdan. Dilmuz ayollar do'koniga modellik qilib uni yurg'izishga har doim sizlarga ko'rsatardim-ku, bugungi lukim. Endi faqatgina o'zimga sotib olgan kiyimlarni emas, do'kondagi tovarlarni ko'rsatib yurg'izamiz. Ikkala qilayotgan ishim ham juda ham o'zimga yoqayotgani uchun bemalol ulguribman. Farzandlarimga ham, oilamga ham vaqt ajrata olaman. Agar Alloh rizq beraman desa, xohlamasangiz ham, kutmasangiz ham o'zi kelaverar ekan. Yana bitta aytmoqchi bo'lgan yangiliklarimdan biri Nurafshon restoraniga ambassador bo'ldim. Sizni ko'p marta reklama qilganingizni ko'rganmiz deb, lekin men главный ambassador bo'lmaganman. Kecha ishga kirib olib, bugun sizlarga yangiligim deb gapirib chiqmayapman qizlar. Oldin men sinovdan o'tkazdim. Ishlay olamanmi, yoqadimi, yo'qmi deb biroz o'yladim. Menga yoqqani uchun, haqiqatdan yaxshi ko'rib ishlayotganim uchun sizlarga ravo ko'ryapman. Sizlar ham meni podдержка qilasizlar degan umiddaman.